Jon Keho. G'ayriixtiyoriy ong mo'jizalari. 7-bob. G'ayriixtiyoriy ong. Ongda dunyoni alg'ov-dalg'ov qila oladigan kuch bor. William James. Inson miyasi 200lamachi. Shu bobgacha aytgan gaplarimning bir ongga taalluqli edi. Endi siz g'ayriixtiyoriy ong bilan tanishtirish vaqti keldi. Ma'lumki, u inson organizmida qon aylanishidan tortib ham hazm qilishgacha barcha jarayonlarni boshqaradi. Bundan tashqari inson boshdan kechirgan har bir hodisa g'ayriixtiyoriy ongda saqlanib qoladi. Hayotimizdagi har bir burilish va u bilan bog'liq his-tuyg'ularni qayd qilib boradi. Ichki ovoz, tushlar, sezgi orqali u biz bilan aloqa qiladi. Bu aloqa fikr qaror ko'rinishda bizni harakat qilishga undaydi. G'ayriixtiyoriy ong kuchiga ishongan inson hayotining eng qiyin pallasida ham yordamsiz qolmasligini biladi. Va nihoyat g'ayriixtiyoriy ongni bizdan fikr va hissiyot uyg'otib hayotimizni boshqara oladi. Ixtiyoringizda bo'lgan ongga istagan fikr va tuyg'ularni muhrlab, ularni ro'yobga chiqarish mumkin. U serhosil tuproqqa o'xshab sepgan urug'ingizni hosilga aylantirib beradi. Ong va g'ayriixtiyoriy ong birlashib inson hayotini boshqarishni isbotlaydigan bir misol keltiraman. Aytganimdek, g'ayriixtiyoriy ong, tuproq, fikr va his-tuyg'ular, urug'. Yaxshi fikr eksangiz, hosilingiz ham yaxshi bo'ladi. Tafakkur esa bog'bon bo'lib, boqqa nimani ekish, ekmaslik, uni yot fikrlardan tozalash vazifasini bajaradi. Afsuski, ko'pchilik bog'bonning bunday muhim vazifani borligini bilmaydi. Ularga hech kim buni tushuntirmagan. Fikrlarimizni yaxshi va yomonga ajratmay ularni miyamizda olib yuraveramiz. Baxtli yo baxtsizligimizni anglash uchun ichki bog'imizga nazar solishning o'zi kifoya. G'ayriixtiyoriy ong fikrlarimizni oq-qoraga ajratmaydi. Biz unga ekkan omadsizlik, kasallik, asabiylik va hokazo noxush qora fikrlar ham xuddi yorqin va ijobiy fikrlardek hosilga kiraveradi. Bizning hayotga, odamlarga bergan bahomiz va munosabatimizni u qabul qilaveradi. U aql kabi vaziyatni baholab bizga qarshi borolmaydi. Agar hayotingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, odatiy fikrlash tarzingizni o'zgartiring. Siz bir vaqtning o'zida vaziyatga ham yaxshi ham yomon munosabat bildira olmaysiz. Vaqti kelib siz albatta salbiy yoki ijobiy baho berasiz. Fikrlash tarzingiz mana shu alfozda odatiy tus oladi. Demak, hayotingizni yaxshilamoqchi bo'lsangiz, ijobiy fikr va jo'shqin g'oyalar, buzg'unchi o'ylardan ustun kelishni doimo nazorat qilishingiz shart. Hayotga kulib boqsangiz, u ham sizni tabassum bilan qarshi oladi. Tashqi muhitni o'zgartirishdan avval ichki sharoitni yangilash lozim. Ko'pchilik insonlar oldin tashqi vaziyatni o'zgartirmoqchi bo'lishadi. O'z qarashlaringizni o'zgartirmay turib, atrofingizdagi odamlar fikrini o'zgartirish ham vaziyatga qarshi kurashaverish bilan umringiz bekor o'tib ketganini bilmay qolasiz. Shu haqiqatni tan olsangiz, qarshingizda yangi hayotga eltuvchi aniq va ravshan yo'lni ko'rasiz. Omad, sog'lik, boylik va baxt haqida o'ylaganda tashvish va qo'rquvni quvib chiqaring. Miyangiz faqat siz istagan narsalar bilan band bo'lsin. Ushbu kitobga kiritilgan mashqlarni bajarishga odatlaning. Kitobni boshidan oxirigacha o'qishning o'zi kifoya qilmaydi. Uni hayotingizning bir qismiga aylantiring. Suvni qanday idishga qo'ysangiz, u shu idishning shakliga kiradi. Ongingiz ham siz unga tasvirlab bergan obrazga kiradi. Hayotingiz o'z qo'lingizda ekan, uni istagan shaklda yaratishingiz mumkin. Uyg'unlik. Ongingiz sizga bo'ysunishni tushunsangiz va fikrlarni yaxshi tomonga o'zgartirsangiz, hayotingiz sekin-asta izga tushishining guvohi bo'lasiz. Ichingizdagi eng yaqin do'stingiz sizni kerakli odamlar va vaziyatlar bilan uchrashtiradi. Jozef Kempbell aytgandek, 1000 ta qo'l sizga yordamga keladi. Bexabar odam bunday uyg'unlikni omad yoki tasodif deb tushunadi.
Bu jarayonning esa har ikki holatga hech qanday aloqasi yo'q. Chunki bu fikrlarimiz ta'siri ostida bo'lgan tabiiy qonuniyatlarning natijasidir. Men sizlarga bu qonuniyatlarning ishlashi prinsipini tushuntirib beraman. Men borliq mayda-mayda energiyalardan tashkil topgan dedim. Demak, biz bahaybat kuch-quvvat to'riga o'ralib yashaymiz. Agar ongingiz muvaffaqiyatini maqsad qilib olsa, bu niyatingiz butun boshliq energiya to'rida tebranish hosil qilib o'ziga quvvat torta boshlaydi. Siz shu paytgacha uchratmagan va sizga katta yordami tegadigan odamlar va muhitga kirib borasiz. Xuddi shu tariqa miya salbiy fikrlarni ham quvvatlantirib, ularni jonlantiradi. Ong sizda yashayotgan qo'rquv va tashvishlarni, befoyda istaklarni amalga oshiraveradi. Yaxshiyamki, odamlarning moddiy va ruhiy dunyo tartiblarini tushunishga aqli yetadi. Avvallari fikr orqali hayotni o'zgartirish mumkinligiga hech kim ishonmasdi. Miyada joylashib olgan fikrlar kelajakni barpo etishini endilikda necha yuz ming kishi biladi. Agar biroz o'yga tolsangiz, boshqacha bo'lishi mumkin ham emas. Axir dunyoda hamma narsa bir-biriga chambarchas bog'langan degan xulosaga kelasiz. Yana bir bor urg'u berib aytamanki, chin dildan baxt, omad, jamiki yaxshilikka haqida o'ylarkansiz, ongingiz ham bunga o'z hissasini qo'shadi. Sizning fikrlash tarzingiz bu sizning hech kimnikiga o'xshamaydigan taqdiringiz demakdir. Olam bizga juda katta yordam beradi. Biz esa uning juda oz qismini olamiz. Hayotingiz qonuniyatlarini tushunsangiz, bu madadni to'lig'icha qabul qilib olasiz. Bugundan boshlab miyangizga faqat pok orzu niyatlarni singdiring. Tadqiqotchi Gimalayev bu haqida shunday deydi: inson taqdiri o'z qo'lida ekaniga qattiq ishonsagina taqdir unga bo'ysunadi. O'ziga ishongan odam bilan ro'y beradigan hodisalar o'zini hayotning quli deb o'ylaydigan odamlar taqdirida hech ham yuz bermaydi. Yaxshilikka yuz burgan odam yetti uxlab tushiga kirmagan sarguzash, kutilmagan moddiy mablag' va madadkorlar qurshoviga tushib qoladi. Shu gapning mag'zini chaqqan odamga dunyoning butun boyliklari muntazirdir. Unutmang, qudratli g'ayri ixtiyoriy ong buyrug'ingizga bo'ysunadi.